Assalomu alaykum hammaga. Men bunaqa video olaman deb hech ham o'ylamagandim, to'g'risini aytaman. To'g'ri, bu videoni ko'pchilik ko'rib o'tkazib yuborishi mumkin, lekin umidim katta. Agar diliga solgan insonlar bo'lsa, bu videoni oxirigacha ko'rib, eshitib o'z yordamini ayamaydi degan umiddaman. Men mana shu tarmoqqa video joylar ekanman, biron narsadan umidvorligimdan emas, shunchaki qiziqishim orqali videolarimni joylab boraman. Ko'pchilik biladi, bilsa egizaklarda oyoq kiyimini qo'yib, farzandlar tug'ilgan paytida tarpedamga ikkita oyoq kiyim qo'yib xursand bo'lib qo'yganman-da. Hop. Meni ijtimoiy tarmoq orqali kuzatadiganlar to'g'ri uzib qo'yaman, o'zimni to'xtata olmayapman. Shuncha videoni kesib qo'yaman. O'zimni tutib olmasam shu bo'lmayapti. Bunaqa video olmaganimga qiynalyapman, to'g'risi. Tushuntirib berishim ham juda qiyin bo'lyapti. Meni opa-singlim yo'q. Akalarim bor, Allohga shukr. Lekin mana shu dunyo bo'libdiki, hayotimiz davomida opa-singillar topilar ekanda. Singlim bor, uni ko'rasizlar ko'proq videolarda birgalikda ko'ramiz mavzuni. Singlimdek bilsam, opamdek ko'rgan odamimni men hech qachon ijtimoiy tarmoq orqali ko'rsatmaganman, lekin 24 soat bo'lsa 24 soat WhatsApp orqali uzoqda bo'ladim, yaqinda bo'ladim. Hol-ahvol bir-birimizdan so'rab turardik. Shu o'rtog'im boshiga shunday ishlar tushibdiki, menga bildirmaydi-da, o'ziniki ham yetarli deb. Lekin sezib yurardim, bola bunaqa kasal deb o'ylamagandim. Aqli anemiya bo'lib, hozirda Toshkentda davolanyapti. Egizaklardan bittasi kasal bo'lib qolgan hozir. Shunga TikTok orqali 15 million yig'ildi o'rtaga deb bugun og'zidan chiqib ketdi-da. To'g'ri, davlat ham qarab turmayapti, ota-onasi ham, qolganlar ham qarab turmayapti, lekin agar oranglarda shunga yordam qiladigan inson bo'lsa, shu yerda plastik karta nomerlarini qoldiraman, lekin nomeriga hali hani telefon qilmanglar, o'zi yetarlicha bo'lib turibdi. Bu kasalni ham bilgan bilar ekan, bilmagan. Masalan, men umuman kasallik ko'p ishim tushmagani uchun men uncha tushunmayman kasalliklarni. Shuning uchun tushunmayman, shunchaga davr. Ishoninglar, 2-3 kundan beri ko'zimda yosh, o'zimga kela olmayapman. Bilaman, ichinglarda shuncha ehson qiluvchilar bor, shularga yordam bering, iloji boricha. Agar iloji yo'q bo'lmasa, shu videoni tarqatib, shu ehson qiluvchi qo'llarga yetib borishiga yordam beringlar. Bitta oxirgi videolarim rekord chiqdi. Oddiy, prikolniy gapda bu videoyam ham yaxshi insonlarga yetib boradi degan umidda joylayapman. Bunaqa video olib joylayman deb o'ylamadim. Bunaqa kasallikni boshidan o'tkazmagan odam hech kim o'tkazmasin ham tushunmaydi baribir. Lekin u doim diliga solib qo'yadigan odamlar bor ekan. O'rtaga deydi, shunaqa egizak ayol bor ekan deb tekinga qon berib ketayotganlar bo'lyapti, tushimga kirdi deb. Deganiga umid qilib men shu videoni joylayapman. Yordam qilasizlar degan umiddaman.